6-qoida. Qanday qilib bo'lsa ham e'tibor qozon. Hokimiyatning 48 qoidasi. Odamlarning e'tiboridan chetda qolgan bo'lsangiz, hokimiyat haqida xayol surishning hojati yo'q. Chunki hukmronlik o'zi bilan har doim odamlar e'tiborini talab qiladi. Urush va janjallar orqali ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lganlarni ko'ring. To'g'ri, ular bema'ni xatti-harakatlar qilishadi, ahmoqona gaplar gapirishadi, o'z tanalarini ko'z-ko'z qilishadi, ammo odamlarning og'zidan tushmaydi. Taniqli bo'lib olsangiz, juda ko'p eshiklarni ochasiz. Har kasbning ustasi albatta qaysidir jihatdan shoumen bo'lishi kerak. Atrofingizdagi insonlardan qaysidir uslubingiz bilan ajralib turing. Robert Greene aytadi: g'alati, betakror yoki janjalkash bo'l. Chiroq nurini o'zingda ushla. Shu nur boshqalarni soya ostida qoldirsin. Sen esa diqqat markazida bo'l. O'z nomingni mojaro va shov-shuvlar bilan o'rab ol. Hech kimga nima qilayotganing haqida batafsil gapirma. Yo'qsa odamlar seni bilib olishadi va e'tibordan chetga chiqarishadi. 48 ta qoida jamlangan mini kitobchani olish uchun obuna bo'ling va kommentariyaga plus belgisini qoldiring.